Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli Facebook'dagi dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarim. Men Abdulaziz Beshto'g'roq Istanbuldan sizlarga Allohniki go'zal salom bo'lgan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh degan salomni yo'llayapman qadrli qarindoshlar. Meniki tadbir shirkatida bir shirkatim bor. O'zi Bayrampaşa'da. Men o'zim qarindoshim bilan birlikda bu shirkatni 2015-yili 8-oyning 11-kuni rasmiy yangi oldirib Istanbulda dunyoninki har qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlarimizninki kitobga bo'lgan ehtiyojini qamdash uchun bu shirkatni ochgandik. Facebook'tan Tedbir Ltd, Tedbir Ltd deb izlasanglar, bizningki shirkatninki logosi shu ustida qarasanglar, shu xil logo bu. Ustida kitob, ostida qalam. Ya'ni Allohninki kitobi, ya'ni koinot kitobi, inson kitobi, tabiat, ya'ni koinot kitobi, inson kitobi, hodisalar kitobi ve Kur'an kitobi ait kitoblardan yozilgan kitoblarni shularni o'qish orqali, shu oyatlarni o'qish orqali yozilgan kitoblarni tarjima va nashr qilish ishlari bilan shug'ullanamiz. Qarasanglar, bizningki shirkatning to'r beti, qadrli qarindoshlar, Facebook beti bor. Undan boshqa o'zimizning shirkatninki o'z oldiga to'r beti bor. Qarasanglar, meni bu bizningki to'r betimiz. Undan keyin shirkatning o'rni Bayrampaşa'da, telefon nomeri yozig'liq. Men odatda hafta ichida boshqa bir Sulaymaniya vaqtida bir vaqt bor, ya'ni din ve fitrat tadqiqot markazi deydigan bir vaqtda foundationda ishlayapman. Şunlaşqa hafta içileri u yerda ishlayman, hafta oxirlari shirkatninki dunyoning har qaysi joylaridan bizga kitob siparishi, ya'ni kitob buyurtgan qarindoshlarninki ehtiyojini qamdash uchun o kitoblarni elib yo'llab berman. Qadrli qarindoshlar, dunyoning har qanday yerga bizning kitoblar bordi. Menden kitap setib olmoqchi bo'lganlar Facebook'da Abdulaziz Beshto'g'roq deb izlasanglar, meningki o'zimninki Facebook betimga kira olasizlar. Kirgandan keyin qarasanglar, qadrli qarindoshlar, meningki shirkatninki, meningki o'zimninki to'r betda ko'rinadi. Mana ko'rindi sizlarga. Ostida meningki CV'im, ya'ni qisqa tarjimalim, nerede ishlaganligim, nerede tug'ilganligim chiqadi. Onun astıgıra qarasanglar, do'stlar tizimlikimda 4999 kishi ekan bugun. Bunga o'xshash meningki nimalarim chiqadi, qadrli qarindoshlar, kundalik yo'llanmalarim. To'rbat kiygandan keyin qaraydigan bo'lsanglar, asosliq 3 tane tadbiriyat kitoblari deb 3 tane album bor. Mao birinci, en astidagi birinci album, buningda 1021 parça resim bor ekan. İkincisi tadbiriyat kitoblari deb, uningda 1014 tane resim bor ekan. Uchinchisi tadbiriyat kitoblari 3 deb yozig'liq. Buningda 339 kitobning resmi bor, kitobga oid resimlar. Buna qarab kelsanglar, birinchisiga masalan tadbiriyat kitoblari deb şu kitaplarının tizimlikini mishada ko'z oldingizga chiqadi. Har qanday kitobni shu albomdan ba'zida muqovisini, ba'zi yon tarafdan, ba'zida kitobni mana shunga o'xshash tortib chiqarib qo'ygan. Buni bir yerlardan ko'rib, menga shu kitob lozim desanglar, buni yo'g'inotib ko'ra olasizlar, kichilta olasizlar. O kitaplarni biz sizlarga mayadagi resimni ko'rgan o'xshash, buni 2 kilodan bu kitaplarni shundoq köpüklük naylon deb qo'ydi turkcha. Ashulaqa havoliq mana ko'pigi var.
Solyo xaltılı var, naylon. Aşunun bilen yögep, çıraylı kılıp, içiga su kirip ketmegedek derecede. Ondan kim sizlerninki depegen adresiniga iwetip birimiz kadirli kırındaşlar. Mana ma kitaplar Amerikadaki bir kardeşimizge iwetken kitaplar. Mesela Erkin Sıdık akimizdinki 7 kısım kitabı ba, Tedbir Neşriyat tarafından neşr kılıngan. Ondan başka İmamlar ve Sultanlar, İslam nime, Yürek Dövleti, Aktif Yaxşıdan, Pasif Yaxşıdan, Aktif Yaxşıga, Hac Risalesi degендek. Ondan keyin Kur'an'a göre İslam nime degenden ki, Hanzuçisi, İngilizce, Türkçesi, hemmisi bak kadirli kırındaşlar. Bu burunki resimlerken, bu birinci nimedeki resim. Bana okşaş Türkçe kitaplarını desenler o. Türkçe mesela İngilizce kitap Mustafa İslamoğlu'nunki. The Kingdom of Heart. Ondaki Conquest of Heart. Ondaki Message of Devotion degen okşaş kitapları. Mava kısa ayetler ne söyler? Yaratılış ve Hazreti Adem'de Mehmet okuyan ustazımızın kitabı kadirli kırındaşlar. Benim şimdi kitaplarını kürep, aşını tallayarlar işte. Mesela Uygur felsefe tarihi Abdüşkür Muhammed İmin'ninki. Ondan keyin unutulgan kişiler Ahad Turdi, Ahlak Desturu degендek benim şimdi kitaplar ba kadirli kırındaşlar. Vatende neşr kılıngan kitaplarını asasen tapkılı buludu. Bu tibabetke ait kamuslar, kitaplar bekçek kadirli kırındaşlar. Cinayet ve Nefret, Mehmet Kaşgari, Jallat Xenim, Kaşgar Keçisi, Toğluq Tümürxan, hatta manıga okşaş çoğun kamus kitaplarımı ba, Uygur Halk Çöçekliği alakadar, Eğiz Edebiyatı alakadar. Ondan keyin tedbiriye kitapları ikinci albümü kirimiz. Kisek mine Uygurca kitaplar tedbir şirketi arkalık bütkül dünyadaki Uygurlarının kolluğa konudu. Bazı kitaplarını bu albümden tapalaysız dep yazıp koydum. Mesela Kader Risalesi ve Şerhi, Mehmet Kaşgari, Altın Keş, ondaki Mehmet Kaşgari degen kitapnınki Türkçesi, Ferhat Cilan'ınki, Uygurçası degendek. Ondan başka Kur'an-ı Kerim ve izahlık tercümesi, Bəxt Saadet'nin 40 Resipi degenge okşaş kitaplar. Mesela Erkin Sıdık akimizdinki galiplarının karakteri ve savakları, turmuştun mühim savatları ve savakları degende kitaplarımı ba canım dostlar. Mesela Kur'an-ı Kerim ve izahlık tercümesi. Bunu kitap Kur'an-ı Kerim'ninki Uygur yakın zaman tarihideki 3. tercümesi hesaplanıdı. Bu kitapların setvalı adayısıyla ondan din, ilim, pen ve zamanivilik ait yazılgan 3 kitap var. Erkin Sıdık akimizdinki Tor kitapları bula. Bu kitaplarımı asli Tor kitap bunu biz kitaplaştırıp çıkardık. Ama on tarafı karışanlar İslam nime? Siz Kur'an'dan bu sualını sorap baktınız mı? Mustafa İslam oğlu ustazdın kitabı bunu biz Batur Karıkallı kardeşimiz tercüme kılgan. Bunu 2000 parça bastırdık. Bu kitap kolumuzda ba. Hasan el-Basri'ninki Kader Risalesi ve Şerhi Mustafa İslam oğlu. Bunu mu Heytahun Finlandiya'daki Heytahun kardeşimiz tercüme kılgan. Pasif Yaxşıdan Aktif Yaxşıga bunu Batur Karıkallı kardeşimiz tercüme kılgan. Canım dostlar. Karısanlar İslam nedir? İslam nime? Şırmışı yisilen? What is Islam? Diyendek kitaplarımı turuptu. Kur'an-ı Kerim ve izahlık tercümesi nahayet çıraylık tercüme kılıngan kitap. Ondan keyin Uygurlar, Uygur Yılnamesi, Altın Keş, Arap Dili Kamusu diyendek her xil kitaplarını dünyanın her kandak yerine sepireleyimiz. Bundan haberdar bolup kalanlar. Mesela Hac Risalesi degендek kitaplar. Meğer karısanlar mesela acayip sözler. Dünyadaki en ulug 50 xil tefekkür, nutuk ve nutukşunaslık, balıların ilmi terbiyeleşinin 69 usulü. Siz bu baybılarlaysız mal satqıçılarının terbiyelenişi, mal setişini ügünüş, qaysı işlerini kılganda köp pul tapqılı buludu. Mal satqıçılarının söz mahareti, bay kişinin köp pul tepşideki sir, bir yılınızdaki 8760 saat, muallim keldi,
Ünümdar kişilerning 7 xil adeti degandek kitaplar, canım dostlar. Mesela Uyghur Xalq Maqal Temsilleri İzahlı Loğuti, nayet güzel, yaxşı bir kitap. Men de kitapның içini çıkırıp koyalıq, qadirli qarindaşlarım. Demek bizninki, meninki üzemning şəxsi torbeti kiysanglar, şiyadim bu kitaplarninki resimlerini tapalaysızlar. Aşı resimlerini köygenden keyin bu kitaplarni bana sipariş bersanglar buludu. Mesela ben nima deptim desanglar, bu albümde İstanbul'daki neşriyat ve kitapxonalarning kitapları koyuldu. Dünyanın her qanday yerdagi oqurmanlarimiz uchun a'lo mulozimat qilamiz. Birinchi turkum va ikkinchi turkum tadbiriy albümleri kitaplardan tanlab, bu üçüncü turkum tadbiriy kitaplari albumidan tanlaganlaringizni qo'shib, bizga bir talab tizimligi ibarsingiz, kitaplarning barliq chiqimlarini qo'shib, bu so'g'ingizda, ya'ni dunyoning har qanday yerida bu so'g'ingizda topshirib oladigan bahosini aytib beramiz. Bahoni qabul qilsangiz, kitaplarni selib beramiz. Tedbir şirketi. Yani ben üzerinki nimesini bilmem, kitap pulunu ivet edilen banka hisabat numarımını ivet bilmem, euro desenli euro, dolar desenli dolar, yen desenli yen, Japonya yine, Türk lirası bilmem desenli onunki hesap numarını ivet bilmem. Mesela bu hadis kitaplar, 9 parça hadis kitap var. Onundan başqa qaraydigan bolsanglar, sahih hadisler, bu 5 parça kitap. Bu kitaplarni ivetib beramiz. Qadirli qarindoshlarım. Ondan keyin tibobatga oid asosan kitaplarga oid ko'p. Bu İstanbul'da bu kitaplarni odatda nashr qilamiz desak, 1000 taldan besishga to'g'ri keladi. Buni bunchalik ihtiyacım yok Uygurlarda hazırca. Şolaşqa qarindoshlarimiz bu kitaplarni mana qarasanglar, mavi orijinal kitaplar üstüdeki asl kitaplar. Bu kitaplarni şu PDF'ga aylandırıp, onu dijital baskı deb qo'ydi. Raqamlik basmada, tiz basmalar var, aşılarda bastırıyoruz. Adette şu 500'nin astidagi kitaplarni, 500 talning astidagi kitaplarni mushkil şekilde besip taqatsa, yani 200'nin astidagi deyli muvafiq bo'ladi, biraz qimmat to'xtaydi. Ammo mana o'xshash kitaplarni 1000 taldan bassak, kitaplar talablar bor kitaplar bo'lg'achqa, bularni taqitib dunyoning har qanday yeriga evatkilib bo'ladi. Meni qaradingizmi? 9 tane hadis kitapni meni shunga o'xshash bo'lib etdik. Onundan keyin Uyg'ur tilininki izohliq lug'ati vaqidil qarindoshlar. Ma resimli ko'rdinglar. 12 tane kitap bo'lganlik, asli bu 6 kitap vatanda nashr qilingan. Bunu biz nepizroq qilib elib yurishga oson bo'lsin deb shu elibba bo'yicha mana ustiga qarasanglar ko'ralasizlar. Uyg'ur tilining izohliq lug'atini chiqardik, tadbir shirkatining logosini qo'yib qo'ydik. İştik yaxshi farqlantirish uchun qadrli qarindoshlar. Kitapning sirtqi muqovisi. Bayatin Köylü'nün Jan Terbiye'nin kitabının sırtı. Bu kitap ba, ondan keyin Erkin Sıdık akımızın ilmi asasdaki qo'shtilliq ma'arif qandaq bo'ladi degan kitap ba. Aslı qarasanglar Abduveli Ayub efendimninki tuzgan elifbasi. Demek bir yerde nashr qilgan har qanday kitapni İstanbul'da tapalaysizlar. Veya qarasanglar, Meşedeki kitapxonalardagi kitaplarni kitap cihazida turib, yiroqdan turib men tortgan resimleri bucu. Bir yerden tanlasanglarmi buludu. Asasen meşede bu kitaplarning hammasini men birdan-bir resimga tortib, meşega chiqarib qo'yaylik. Bu yangi ochilgan Taklimakan Uyg'ur nashriyatininki kitapxonasi var. Şu kitap Abdülcelil Turan akimizning şu kitapxonadagi özlerin nashriyatininki nashr qilgan kitapları, mesela Kök Pasport Arzusu degandek kitaplarmi bor. Bugum degandek yangi kitaplar. Mavu vatanda nashr qilgan Qur'oni Karimninki yangidan basmasi ekan.
Demek, o mesela Türkçe, Uygurca, Uygur atasözleri ve deyimleri degan kitap bu. Uygurlar degan kitapның Türkçesi Orta Asya Tarixi Reşidi degandek kitaplar qadrli qarindoshlar. Mana bu Uygurchasım bor, Tarixi Reşidining 2 kitap bo'lib chiqiliq. Anda olsa men asosan tushuntirib beraladim deb o'ylayman. Kitaplarni bizningki mening Facebook betimga kirib, ashyadan ko'rib, menga deb nima qilsanglar, men kitaplarni masalan shunday bo'laymiz. Ma'risimga qaraydigan bo'lsanglar, bu kitapni shunday muqobilab, nayt chiroyli yo'gab, tayyor qilinglar. Dünyanın her qandaq yeriga ivetimiz. Mana o'ng tarafidagi kitapning o'zi, sol tarafidagi buni bo'g'lagandan keyin, o'rab qachilgandan keyingi holati. Nayt yaxshi boradi. Ata Kanadaga 22 bo'loq kitap ketidi, qadrli qarindoshlar. Amerikaga 3 bo'loq, 25 bo'loq kitap mangudi. Bizning o'qirmanlarimiz yana shu Yevropada, Kanadada, Yaponiyada, Amerikada o'qirmanlarimiz, kitap o'qiydigan ziyolilarimiz, kitap suyar xalqimiz yana aşağıda ekan. Yevropadagi yangilarimizmi kitaplarni xili yaxshi o'qib qo'ydi ekan, qadrli qarindoshlar. Mana bu Amerikaga imetadigan kitaplar, yana bir qancha kitap bor edi. Men o kitaplarni kelgandan keyin birlikda selib etaman. Anda bo'lsa meningki kitap to'nishtirish kitap qanday setib oladiganlikqa to'g'riliq tushuntirish izohatini berdim. Abdul Aziz Beshto'g'roq deb meningki Facebook betimga kiysanglar, ko'z oldingizga 3 tane nima chiqadi. Men uning linkini berma, adres ulanmasini shu orqali setib olsanglar bo'ladi, jinim do'stlarim. Ana bo'lsa Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Tushunishlik bo'lgan bo'lsa, rahmat. Tushunishlik bo'lmagan yerlari bo'lib qolgan bo'lsa, menga yana xat yozsanglar, meningki telefon nomerimni deb beray. Telefon nomerim 0090 537 811 22 35. Yani meningki Facebook adresim qadrli qarindoshlar. Facebook adresimdan bor bu telefonlarim. Ondan başqa o'zimninki nimasidim o? Mena 0090 537 811 22 35. Meningki WhatsApp numarim bu. Şu orqali aloqalashsak bo'ladi, qadrli qarindoshlar. Tadbir şirketining yana tarjima va danishmonlik, tarjima maslahatchilik ishlar bilan shug'ullanamiz, nashriyatchilik ishlarimiz bor. Shu Turkiyadan har qanday kitobni so'rasangiz, setib olib, uni sizga Uyg'urcha kitoblar bilan qo'shib sep beralaymiz. Anda bo'lsa Allohning o'ziga omonat bo'linglar. Kitap o'qiylik qadrli qarindoshlar. Tadbir shirkati kitoblar bilan dunyoning har qanday yeriga tadbirlarni taqtudu, tadbir yayudu. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.